yoki Qashqadaryo viloyati tizimi ishdan chiqqanmi yo'q, chiriganmi tizimi? Nima uchun Qashqadaryo viloyati bespredel bo'lib ketyapti? 5 kishi edi, 4 o'g'li, otasi, 3 o'g'li urdi. Mana bir 7 ta qovog'ini urib sindirib, Qo'lidagi telefon apparati Jo'rayev Izzatning o'g'illari urib, tortib olgan. Kitob tumani IIB tergov bo'limi qatga qarayapti. Har bitta murojaatda ostida inson taqdiri yotadi. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana hozirda Qashqadaryo viloyati Kitob tumani, ya'ni Varganza mahalla fuqarolar yig'inidan murojaat kelib tushdi. Murojaatda aytilishicha, Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Varganza qishlog'ida yashovchi Shodiyev Suhrat, Dilmurodovich hamda Rasulov Umid Rajabovichlarga tegishli Varganza massivining 107 konturidagi fermer xo'jalik suvli yer Anorzor maydonidan jami 1 gektar 80 sotik yer maydoni fermerlar roziligisiz Kitob tuman qishloq xo'jaligi xodimlari tomonidan 2023-yil may oyida soxta hujjatlar tayyorlanib berilib va yer auksion savdosiga chiqarilib sotib yuborilgan. Bu qanchalar to'g'ri? Fermer xo'jalik boshliqlari hamda 9 nafar ishchilari yer maydonlari sotib yuborganligidan 2023-yil oktyabr oyida xabar topishgan. Fermer xo'jalik boshliqlari va 9 nafar ishchilari yuqori tashkilotlarga shikoyat qilgandan so'ng yer maydoni o'lchash maqsadida kelgan tekshiruvchilar oldida 2024-yil 16-sentyabr kuni fermer xo'jalik ishchisi Rasulov Sarvarni auksion yutib olgan fuqaro Jo'rayev Izzat va uning 4 nafar o'g'illari urib tashlagan va 7 ta qovurg'asini sindirgan, tan jarohat yetkazgan. Bu holatlar bo'yicha Qashqadaryo viloyati nima chora ko'rgan? Nima xulosa bergan? Mana ekspertiza xulosasi turibdi. Shu ishni ko'rib chiqqan tergovchi manfaatdormi bu ishdan? Shu holatlar meni o'ylantiryapti va bundan tashqari Rauf Sarvar qo'lidagi telefon apparati Jo'rayev Izzatning o'g'illari urib tortib olgan. Kitob tumani IIB tergov bo'limi qatga qarayapti. Shu ishni Kitob tuman tergov bo'limi olib borgan. Yoki Kitob tuman tergov bo'limi manfaatdormi? Viloyat hokimiyati qatga qarayapti Qashqadaryoni ekan. Nima uchun Qashqadaryodan juda ko'plab murojaat kelib tushyapti? Yoki Qashqadaryo viloyati tizimi ishdan chiqqanmi yo'q, chiriganmi tizimi? Nima uchun Qashqadaryo viloyati bespredel bo'lib ketyapti? Nima uchun murojaatlar ko'rib chiqilmayapti? Yurtboshimiz aytgan, har bitta murojaatda ostida inson taqdiri yotadi deb. Bejizga aytilmaydi bu narsalar. Bitta inson taqdiri yotibdi har bitta murojaatda. Men mas'uliyat his qilib ko'rib chiqmayapsizlar, hurmatli mutasaddi tashkilotlar. Shu holatlar bo'yicha Qashqadaryo viloyati qishloq xo'jalik kompleksi va Qashqadaryo viloyat hokimligidan va Qashqadaryo viloyati tergov bo'lim boshlig'idan rasmiy munosabat kutib olamiz. Mo'ydinov Tohir. Mana shu yerga 35 yildan beri ishlab kelyapman. Shu bola chaqam mana shuni ustidan mehnat qilib, ko'mib, ochib, nima qilib kelyapman. Nohaqdan bizatdan urib olyapti mana shu yerda. Bizatni yerni qaytarib beringlar. Bizatda ham yosh bolalarimiz bor, nevaramiz bor. Shuni ustidan bir biza tirikchilik o'tkazamiz-da. Hurmatli rahbarlar, yerimizni qaytarib beringlar, iltimos qilamiz. Haqiqatan mana shuncha yerni biz auksionga chiqaramiz deb zemlar bilan kelib o'lchab ketish kerak. Bu yerga o'lchanmagan yer. Fuqarolardan rozilik olish kerak. Yo'q, hech kim xabar yo'q. U yopiq tarzda bo'layotganga keyin bilib qoldik uni biza. Fermer xo'jalik rahbaridan rozilik olish kerak. Ularni olmagan, to'g'rimi? Ikkita fermerdan hech qanaqa rozilik olinmagan, yer lekin auksionga chiqqan. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Menga bir murojaat kelib tushdi. Bu murojaatni asosiy mana sababchilari hozir mana oldimizda turishibdi. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Varganza qishlog'ida yashovchi fuqarolar tomonidan murojaat qilindi. Murojaatning asosiy maqsadi mana shu Varganza qishlog'ida yashovchi fermer xo'jaligi rahbarlari. Bu yer nechinchi kontur? 107. Kitob tumani Varganza massivining 107-konturi. Anorzor, mana ko'rib turibsizlar, mana shu Anorzor. Bu yerda mana bir nechta fuqarolar shu yerdan tirikchilik qilib
farzandlarini boqib, oilasini boqib, mana shu yerda tirikchilik qilishadi. Endi o'zingiz tanishtirsangiz. Varganza qishlog'iga Shodiyev So'hrab Dilmurodovich. 8 gektar yer maydonidan 90 sotiq yer maydonini 90 sotik yerimni zaxiraga chiqarganim ham yo'q. Mani hech kim chaqirgani ham yo'q. Arza berganim ham yo'q-da, men bundan xabarim yo'q bundan. Auksionga chiqib ketgan. Akram Zaydev aytibdi, bu yozolmaydi, buni o'rniga men yozdim. Buni arzasiga yerda auksionga chiqaradi, bu arzani yozsa. Bu yozgani yo'q umuman bu. siz mana hozir aytyapti, auksionga chiqarish oldi mana siz ruxsatsiz, siz ruxsat bersangizgina Mani xabarim yo'q umuman. imzo chekmagansiz. Yo'q. Mani chaqirganim yo'q. Mana yering auksionga chiqqan deb chaqirgani ham yo'q-da. Auksionga chiqarmoqchimiz. Siz rozilik bering deb chaqirgani yo'q. Chaqirgani yo'q. Opsi mana bu yerga o'lchashga ham hech kim kelgani yo'q. Mani chaqirgani ham yo'q bu yerga. Umuman bexabarsizlar. Bexabar, hech kimning nimasi yo'q bu yerga-da, chaqirgani Auksionga yo'q. chiqarish uchun yerda kelib o'lchash kerak. Haqiqatan ham mana shuncha yerda biz auksionga chiqaramiz deb zemla bilan kelib o'lchab ketish kerak. Bu yerga o'lchanmagan yer. Fuqarolardan rozilik olish kerak. Yo'q, hech kim xabar yo'q. U yo'qlik tarzda bo'layotganga keyin bilib qoldik uni biza. Fermer xo'jalik rahbaridan rozilik olish kerak. Ularni olmagan, to'g'rimi? Mana ikkita fermerdan hech qanaqa rozilik olinmagan yer lekin auksionga chiqqan. Arda yozishdi-ku. Xo'sh. Zaxiraga. Men yozganim yo'q buni dedim. Bu kishi yozmaganini men yozdim deyapti Akram. Yolg'on gapiribdi-da. Mana sizlar ikkalariz ham fermer xo'jaligini rahbarisizlar. Sizlarning o'rinlaringdan o'zlari yozib, shunaqa bu? Shunday bo'lganda. O'zlari yozib, o'zlari kiritgan demoqchisizlar, to'g'rimi? Shunaqa bo'lganmi? Lekin ekspertiza nima uchun aynan Qashqadaryo viloyatida o'tkazilgan? Nima uchun sizlar talab qilmadingizki, Hadicha Sulaymonova nomidagi ekspertiza markazidan mana shu holat bo'yicha imzolaringizni soxtalashtirib, Uni qayerga jo'natganini biz bilmaymiz-ku. shuni talab qilmadingizmi? Yo'q, hech kim aytgani yo'q-da uni. Toshkent shahrida o'tkazilishini, respublikada o'tkazib kelishini. Ular aldashini bilmaydi-ku, qonun chora ko'radi deb o'ylaganda endi bular. Ekspertizani ana shu Haticha Sulaymonovga jo'natmay, o'zimizni Qashqadaryodan o'tkazgan, bu yerga tanish bilishchilik qilib, yana buni bo'yniga qo'yibdi-da arizani. Arizani bu men bermagan deganimga Akram Zaydev aytibdi-ki, bu yozolmaydi, buni o'rniga men yozdim. Buni arzasiga yerda auksionga chiqaradi, bu arzani yozsa. Bu yozgani yo'q umuman bu. Zaynetov Akram chaqirgani ham yo'q. Biz keyin bilganimizga borganga joyga u kishini chaqiramiz, joyga qo'yib beramiz dedi. 90 sotiq yer maydoningizda. Ha. Siznikicha 45 sotiq. 45 so'tib. Akram nima dedi Zayniddinov? Bu noto'g'ri nima bo'lgan, texnik nosozlik, buni qaytaramiz deb mana hozir 2 yildan beri olib yuribdi. Yo'q, qaytargani ham yo'q. Biron natija yo'q. Yana bir holat bo'lgan ekan, mana shu yer orqasidan katta janjal kelib chiqqan ekan. Bir familiyangiz nima edi? Rauf Sarvar. Rauf Sarvar. O'sha auksionga chiqarib yuborilgandan keyin siz shikoyat qilgansiz. O'zingiz tanishtirib, shuni tushuntirib bersangiz. İsmim Rauf Sarvar. 16 sentyabr 2024-yil bizga qishloq xo'jalik boshlig'i zemlamir qo'shib jo'natdi. Kitob tumani. Kitob tumanidagi. Kelib yerlarda o'chayotgan paytimizga ular yerni ko'rdi, noqonunligi yeri chiqmayotgan paytga keyin meni 5 kishi edi, 4 ta o'g'li, otasi, 3 ta o'g'li urdi meni, bir 7 ta qovurlarni urib sindirib, qo'limdan telefonlarimni tortib oldi. Shu yerni o'chayotgan paytda nimaga gapirdi, bu yerni biz olgan, nimaga o'lchaysan deb zemlamerga gapirdi. Keyin menga shu meni urib ketdi. O'sha yeri chiqmadi. Birorta o'sha auksiondan yutib olganlik haqida bir qonuniy hujjat ko'rsatishdimi? Yo'q. 1 yil 1,5 yil ko'rsatgani yo'q. Qishloq xo'jaligi ham necha marta aytdi. Obka hujjatingni ko'raylik dedi, olib bormaydi. Lekin yerga egalik qilyapti. Yerga bizda majburiy ijrodan xat keldi, yerdan chiqib ketinglar, bularga o'tganda bizlarni yerdan chiqarmoqchi bo'ldilar. O'shandan keyin yana janjal boshlanib, oxiri mana urib shular qilib tashladi keyin. Janjalda kim qatnashgan o'sha ko'rdinglar sizlar o'sha kuni? Aytishlari bo'yicha telefonlarni ham tortib olgan ekan Sarvarni. Tortib oldi bu kishini telefonni. Syomka qilibdi deb qo'ldan oldi. Tortib oldi, urib oldi. Ular syomka qilib o'sha qo'rqqanidan. Ha, Sarvar aka syomka qilibdi deb qo'ldan urib oldi. Urib tortib olganini ko'rdingiz. Ko'rdim. Tergovchi sizni chaqirgan paytda shu holat bo'yicha sizdan savol javob qildimi? Qildi. Nima dedingiz shunga? Aytdim. Sarvar akani urdi haqiqatan. Mana shunaqa tan jonivor yetkazdi. Qo'ldan telefonni oldi dedi. Hamma narsa so'radi. Urib tortib olganligi haqida gapirib berdingiz. Gapirib berdi. Lekin
eshitishimiz bo'yicha mana shu tergov jarayonida mana shu telefonga tortib olganligi holati bo'yicha hamda mana shu yerga nisbatan mana fermer xo'jaliklarini sizlar mana rahbarlaridan rozilik xati olmaganligi bo'yicha shu soxta hujjat bo'ladi endi. Shu bo'yicha sizlarda o'sha tergov jarayonida qo'shmasdan, hujjatlarga kiritmasdan o'tib ketgan ekan. Hozir o'sha haqida siz gapirib bersangiz mana. Ha, uni qo'shmagan, u bir yo'qlama ish ko'rgan tergovchi. Yerda ham qo'shmagan, noqonunligini bilaydi u. Telefonni tortib olganda bu yana bitta guvoh bu, yana ikkita guvoh bu, ular ham aytgan. O'sha zemlamari bilan Farhod aka bu u kishi ham aytgan. Uni umuman qo'shmagan. Tergov jarayonida yo'q u narsa. Ular shuni kelib o'lchayotganida yerni ko'rdi, chiqmayotganini bilib, mana urib ketdi keyin. Yeri noqonuniy. U aytibdi-ki, mana So'xrobda aytibdi, 107-konturdan menga 108 yer bergan deyapti So'xrobda. Lekin So'xrobda 107-konturga 108 yeri yo'q. U kishi 107-konturdan 108 yer olishlari uchun 3 ta fermer roziligi kerak u kishiga. O'zining roziligi kerak, mana Rauf Umednik kerak, buniki kerak. Ana shunga keyin u odamning yeri chiqadi. Bu So'xrob ariza bergan bu soxta u, 100% soxtaligi ma'lum-ku uni. 107 ga buni 108 yeri yo'q. 3 ta fermer ariza bersa, keyin 108 dan 108 yer olsa bo'ladi, 107-konturdan. Hozir mana shu janjal bo'yicha sizni o'sha Jo'rayev Izzat akani 4 ta o'g'li zo'ravonlarcha urib tashlab, 3 ta o'g'li urdi, bitta ham tomon ajrataman deganlarda otasi bilan bitta o'g'li to'ymadi ajratganda. Demoqchisiz qasddan sizni urib tashlab bo'ldi. Men kitob qishloq xo'jaligi meni otasi bilan jo'natuvdi. Bir o'zi edi u odamda bizlar bilan, bir o'zi. Deganimizdan keyin 4 ta o'g'li chaqirib tayyorlanib turgan ekan. 7 ta qovurg'a sinib, necha kun больницада yotdi? 12 kun berga yotdim. 1 oy pash Toshkentga davolandim men. 12 kun kitobga tez yordamga yotdim dunyoga. Keyin burib Toshkentga 1 oy davolandim men. Hali ham og'riq bor. Mana shu hozir mana yeringiz tortib oldi, jabr chekdingiz. Mana tergov jarayonlari bo'lib o'tdi. Mana shu tergov haqida siz tergovchidan rozimisiz? Nimalarni qo'shmadi? Yo'q, noroziman. Tergovga menga Sayfiyev Behrozni ham qamoqqa olish kerak edi. Uni nimasi bor? Tergovchi o'zi jo'natgan qog'ozlari bor. Uni ham olish kerak edi. Men Qashqadaryo borib 16-bo'lim boshlig'i bilan gaplashganimga "Sen u o'yinga ketaver, bo'ldi. Men ana bugun yo ertadan o'ziga Sayfiyev Behrozni qamoqqa oladi" dedi. Lekin bittasini oldi. Sizni urib tan jarohat yetkazgan Sayfiyev Behroz. Bittasini qamoqqa oldi. Sayfiyev Behrozni olmadi bular. Bu tanish bilishchilik qildi. Kitob tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Nima? Akbar Shoh familiyasi ham Nurmurodovmi? Bu tergovga ham men boshiga aytdi, yerda ham noqonuniy olgan ekan bular, nimani ham noqonuniy qilgan ekan deb aytdi. Tergovda keyin ko'rsam, keyin bilsam men, xulosani keyin bilganimga telefonni ham qo'shmagan olganni, yer noqonuniyligini ham umuman qo'shmagan u yerga. tergovchi. Bir yo'qlama ko'rgan, ha. Ular tanish bilish qilgan, ularning qarindoshi MVDga ishlaydi. O'sha yerdan bosim bo'lganmi bularga yo'q, bir nima bo'lgan, bilmayman. Menga boshqa bular aytuvdi, telefonni ham nima qilamiz, 164-modda qilamiz dedi. Keyin telefonni ham qo'shmagan, yer masalasi noqonuniyligini ham qo'shmagan. Bular tekshirtirmagan ham, ana u qayergadir tekshirtirish kerak ekan Toshkentga. O'sha masalalar yo'q tergovga, umuman yo'q. Tergovchi meni bir marta chaqirdi, bir marta. Uni oldiga men o'zim bir marta iltimos qilib bordim. Men 12 kun o'tgandan bir inson meni xabar olganda yo'q. Na tergovchi, na militsiyasi, na o'lik qildim. Biron kishi kelmadi olmagan. Kitob tumanda. Ha. Militsiya xodimi kelmadi 12 kun barcha o'tgan olmagan. Endi ikkinchi holat bo'yicha mana hozir aytyapsizlar. Mana shu yerda mana 30 yilga yaqin shu bolalarini boqib, tirikchilik qilib, mana shu yerda davlat soliqlarini to'lab kelyapmiz. Hozirgi kunda mana yerimiz tortib oldi. Noqonuniy bizdan qonunga zid ravishda auksionga chiqarib yuborildi. Mana shu holat bo'yicha mana fermer xo'jaligining rahbarlari aytayaptiki, biz umuman imzo chekkanimiz yo'q. Birorta hujjatga imzo chekmadik, lekin bizni xabarimiz bo'lmasa-da zaxiraga chiqarib, auksionga chiqarib yuborildi deb aytishyapti mana. To'g'rimi shu gapim? To'g'ri. Hozir mana hamma aytayapti, lekin nima uchun tergov jarayonida bu holat ham inobatga olinmadi? Yo'q, olinmagan. Umuman olinmagan, yo'qlama bo'lgan. Mana kelib, mana tepadagilar kelib tekshirsin. Qonuniymi, noqonuniy shu ish. Biladi o'zi noqonuniyligini. Shunga kelmayapti. Keldi bir kuni, 3-4 keldi. Haydar aka, Muzaffar kelib yerni o'lchadi,
o odamga aytdiki, yeringiz haqiqatdan ham siz yeringiz chiqmaydi bu yerda. Sizni noqonuniy bo'lgan bu odamga. O'shandan keyin ham mana shu ahvol yuribdi. Akram Zaynidov necha marta aytdi, u odamni chaqiraman, yerlaringni qaytarib beradi. Chaqiraman, yerlarni joyiga qoladi, qaytarib beradi dedi. Mana shu ahvol mana shu janjalga sabab bo'lib ketishdi mana. Hozirgi kunda tergov ishlari, jarayonlari tugatilib, Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Ko'kdala tuman sudi tomonidan ko'rib chiqilishi belgilangan. Tuman va viloyat sudidan mazkur ishni adolatli va xolisona ko'rib chiqishlarini jabrlanuvchi va dehqonlar tomonidan so'rab qolinadi.